Qon oldi. Assalomu alaykum. Alloh akbar. Qalaysan aka? Zo'rmi? Avvalroq kelmaymanmi? Nechta tabibga bordingiz? 3 ta. 3 ta tabib. 4-chi katta tabiblar sizlar. O'qigan tabiblar. 4 oyoqlab yurib bo'lgandan keyin keldik. Assalomu alaykum azizlar. Men shu dargohga kelishimga ikkita o'g'lim ko'tarib olib keldi. Shunday oyoqlarim ishlamay qoldi. Tashxis qo'ydilar. Bel umurtqasidan churra bo'lgan deb. Bittasi 1,5 santimetrga yaqin, 14 millimetr ekan kattaligi. Bittasi 8, yana bu 3tasi kichkinaroq ekan. 3 kun, 4 kunda mana oyoqqa qo'ydi. Yuribman Xudoga shukr Allohga. Shunday ilmli o'qigan millatdoshlarim borligidan xursand bo'ldim. Rahmat yigitlarga. Shunaqa bir yaxshi sharoit qilib qo'yibdi ekan. Xonalari keng, yoziq, televizorlar. Mana yuribman oyoqda, Xudoga shukr. Shuni televizordan qo'yinglar, odamlar bir ko'rsin. Meni ko'rdi, qanchasi, qayer joyda. Mana rahmat yigitlarga. Omadlaringni bersin, yigitlar.